Yil meni sevgilim, go'zalim Emil, mitti bosh yuz Ibrahim, nega Ibrahim deb ataganman bilasanmi? Yo'q. Tarix uzun, Jessica, Danna, Lidia Chiti, lekin tushlarimda Teresani ko'rib chiqaman. Mana u Teresa, erkatoyim. Uzumdan zakaz berdim. Menga upakovkaga kraft paketli kerak edi, lekin ko'p magazinlarda qimmat ekan. Eng arzon joyda ham 3700 so'mdan topdim, lekin u ham menga baribir ham qimmatli qildi. Chunki uzum marketdan qaraganimda 25 tasi 55 mingga turibdi ekan. Ya'ni taxminan narxi menga bitta donasi 2600 so'mdan tushdi. Sifati menga yoqdi, yana ko'proq zakaz qilib kraft paketlarga yopishtirish uchun 100 ta logo stiker ham zakaz berdim. 100 tasi menga 100 ming so'mga tushdi. 2 kunda tayyorlab berishar ekan. Plastik idishlarni qopqog'ini teshishga narsa olgandim, dumaloq qilib teshishga. Lekin menga plastik idishlarimni teshishga to'g'ri kelmadi. Og'zi rosa kichkina ekan, qolgan narsalarni yaxshi kesib ulitkalarimni cho'miltirish uchun shunaqa tog'oracha oldim. Yaxshi ekan, faqat ozgina kichkina, lekin yo'lda litr yozilgandi. Men kichkinasini tanlab qo'yibman. Baribir ham yoqdi menga, ranglari keyin ixcham bo'lib turishi ham yoqdi menga. Shu bilan oxirida ulitkalarimga ovqatlanishga kabachki, sabzi, salat bargi, bodring va karam. Kalsiy qolmabdi, endi ularni ertaga borib olib kelaman. Biz bugun sizlar bilan ulitkalarim uchun olgan narsalarimni obzor qilib, narxini ko'rib chiqamiz. Birinchi o'rinda mana shunaqa katta konteyner 60 litrli. Buni narxi 68 mingga oldim. Keyin shunaqa torflar oldim, ko'pchilik so'rayotgani uchun. Bularning narxi 17 mingdan 7 ta qopdi, hammasini olurdim. Mabodo kerak bo'lsa, zakaz bersanglar bo'ladi. Yana ko'proq qilib olib kelib qo'yaman. Mana shunaqa konteyner oldim, o'rtacha kattalikdagi. Bu kichkina mayda ulitkalarim uchun. Qopqog'ini teshib, ulitkalarimni solib qo'yaman endi. Bir martali plastik idishlar oldim. Bular ulitkalarimni dastavka qilib chiqarib olishdan oldin solish uchun kerak bo'ladi. Bulardan 25 ta oldim. Menga 2,5 mingdan tushdi donasi. Qolgan narsalarimni uzumdan zakaz berdim. Menga upakovka. Bugun sizlar bilan ulitkali salat qilamiz. Salatga kichkina 1-2 santimetrli ulitkalarimizni qo'shishimiz kerak. O'shanda zo'r sochli bo'lib chiqadi. Birinchi o'rinda ulitkalarimizni cho'miltirib olamiz, chunki salatga qo'shganimizda turbalar bilan turmasligi uchun. Keyin ketidan salatlarimizga kerakli narsalarni to'g'rab olamiz. Ozgina karamni, salat bargi, kabachki, bodring, sabzini to'g'rab olamiz, chiroyli qilib. Hammasini bitta tog'orachaga solib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Yangi konteynerimizni olib, tagiga chiroyli qilib, yangi to'riflardan solamiz. Ustidan tayyorlab olgan salatimizni solib, kalsiylarimizni sepib, ulitkalarimizni qo'yib chiqamiz. Videoni boshida aytgan ulitkali salatim prosta hazlash uchun aytdim. Negativ yozish shart emas.